Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov. Bu videorolikimiz barcha vatandoshlarimiz uchun bu videoda ko'rishlaring shart. Azizlar, musofir yurtda dunyoni barcha chekkalarida yurgan vatandoshlarimiz uchun. Azizlar, videoda oxirigacha ko'ramiz. Bu hamma uchun keraklik. Diqqat! Migratsiya agentligi ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda xorijda vafot etgan O'zbekiston fuqarolarining jasadini yurtimizga olib kelish uchun turli plastik karta raqamlariga pul yig'ish holatlari kuzatilmoqda. Ayrim holatlarda eski yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar asosida fuqarolarning his-tuyg'ularidan foydalanib, firibgarlik qilishga urinishlar ham uchramoqda. Shu sababli bunday xabarlarga ishonmaslik va hech qanday mablag' o'tkazmaslik tavsiya etiladi. Eslatib o'tamiz. Xorijda vafot etgan O'zbekiston fuqarolarining jasadini vatanga olib kelish xarajatlari migratsiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Bu xizmat davlat tomonidan kafolatlangan bo'lib, marhumning yaqinlaridan qo'shimcha mablag' talab qilinmaydi. Xususan, Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi tomonidan yaqin kunlarda fuqaro Jumanazarova Salomatning jasadi Moskva-Buxoro yo'nalishidagi reys orqali migratsiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan O'zbekistonga yuborildi. Zarur holatlarda Migratsiya agentligining rasmiy kanallari orqali yoki quyidagi ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin.